Bir kuni ketamiz yog'och tobutda. Barchasini lahzada tashlab ketamiz. Qancha boylik orttiryapmiz-u, qanchasini olib ketamiz. Mana shu videoni qilishga hozir bir aka majbur qilib qo'ydi. Telefonni chiqarganda uyi kuysin deb qo'ydim. Sababiki obunachimni ko'paytirish maqsadida pul taklif qilyapman deydi. Zo'r aka dedim. Pulga dedim sizga o'xshagan ruju qo'yganlar, pulga qiziqqanlar, joni dilidan ishini pulga bajarmoqchi bo'lganlar obuna bo'ladi dedim. Bu tekin xo'rak aka dedim. Xo'rakda qopqonda xo'rak bo'ladi. Qopqoni ham bo'ladi buni dedim. Men shaxsan internetdan hech qanaqa ilm ham olmayman, bilim ham olmayman. Kerak ham emas internetdan olgan ilmim ham, bilimim ham. Shuning uchun sizga savol endi. Menga bergan savoli sizga ham savol. Agar siz pul evaziga menga obuna bo'lsangiz, menga nima naf? Men obuna bo'lganingiz uchun sizga pul bersam, sizga nima naf? Ana savolni injig'i. Ana shu savolga javob beringlar. Internetga siz nima maqsadda kirasiz? Javoblaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. Sog' bo'linglar, ishlaringga rivoj.